Assalomu alaykum, Maftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda Bollivud qirolichasi deb atalmish maftunkor Kajolning hozirgi paytdagi holati va amakisining vafotidan so'ng qanday ishlar bilan band ekani haqida ma'lumot taqdim etamiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Kajol 15 fevral kuni sog'ligi yaxshi bo'lmagan bo'lsa-da, amakisi Bappi Lahirini dafn marosimiga onasi Tanoja Mukerji bilan tashrif buyurdi va bo'lib o'tgan ishlardan afsusda ekanini aytdi va hozirda oilasi bilan Mumbayda ekanligini tasdiqladi. Lekin hanuzgacha ba'zi bir ommaviy axborot vositalari uni vafot etgan deb da'vo qilishmoqda. Bu ma'lumotlarga esa uning o'zi javob qaytardi. Kajol bo'lib o'tgan gaplardan xabar topgan va o'z ijtimoiy tarmog'ida muxlislariga video murojaat yo'llagan. To'g'ri, men bir necha hafta oldin betob edim va o'zimni yomon his qilardim va bu mening hayotimdagi eng esda qolarli holat edi. Bu pandemiya tufayli ko'p yaqinlarimizni yo'qotdik. Shuning uchun men ommaviy axborot vositalaridan uzoqroq bo'lishga majbur bo'ldim. Lekin kuni kecha men haqimda yomon xabar tarqalibdi. Nima emish, men vafot etibman. Ha, albatta bu bir kuni sodir bo'lishi kerak. Bu xabar yolg'on. Buni eshitib to'g'risi men hayron bo'lmadim, chunki bunday xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda juda tez-tez tarqalib turadi. Va bunday xabarlarni yo'q qilishning ilojisi yo'q. Mening xavotirim shunda ediki, bu xabar tezda yaqinlarimga yetib borgan va ular menga tinimsiz qo'ng'iroq qilishdi. Mendan hol-ahvol so'rashdi. Muxlislar esa bu xabarga ishonmay uyimgacha kelishdi. Turmush o'rtog'im Ajayga ham katta tashakkur, chunki mening ahvolim og'ir bo'lgan payt yonimda yelkadosh bo'lib turdi. Umr yo'ldoshingiz bunday payt yoningizda turishi bu katta baxt. Men barcha do'stlarimga, oila a'zolarimga va sizdek muxlislarimga katta tashakkur bildiraman. Chunki sizni o'ylab kimdir xavotir olsa va sizga yordamga shoshilsa, bundan katta baxt yo'q, deb gapni tugatadi Kajol. Ma'lumot uchun Kajol hozirda ahvoli yaxshi va o'z uyida davolanmoqda. Aziz do'stlar, bu video yanada ko'proq Kajolning muxlislariga tarqalishi uchun bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Negaki ko'pchilik tarqalgan yolg'on xabarlarga ishonmoqda. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.